xil turdagi don, hashay mahsulotlari maydalab beradigan Monster universal drabelkamizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xarakteristikалari keladigan bo'lsa, modeli bo'ladi 40 ga 30, motorlari 11 kilovatli, 3400 оборот. Soatiga 1 tonna, 1,5 tonna mahsulot chiqarib beradi. O'zini sof og'irlik 342 kilo, 2026-yil chiqarilgan birinchi oyda. Ichlariga keladigan bo'lsa, mana bu remenni korpusini yechib oldik, remenlarni chiqarib oldik. İçini ko'rsatadigan bo'lsa, bundan bo'shatib oldik. Mana ko'rishlaringiz mumkin ichlarini ham. Tishlari mana malatoyli bo'ladi, kalyonli tishlar bilan jihozlangan, 3 qatorli. Malatoylari mana 5 qatorli bo'ladi. Yonidan hashayda ham maydalab beradigan tishi bo'ladi. Remen bilan mana 3 ta remen bilan harakatlanadi. 11 kilovatli motor. Setkalarga keladigan bo'lsa, ichidagi setkasi ikkinchi razmerli setka va qolgan setkalar mana 3 xil donga, 2 xil hashayga bo'ladi. Bu yerga keladigan bo'lsa, ho'l quruq hashaylarni bu yerdan solasiz. Bu yerdan don, sutali mahsulotlarni tepasidan solasiz. Mana bunisi vakuum har qanday donlarni tortib chiqarib beradi mana u siklonidan. Mana bu yerdan hashaylarni ana shu yerdan chiqarsanglar ham bo'ladi mana. Chiqaradigan joyi bor, o'ziga yarasha. Ulitka mana ulitkalarga keladigan bo'lsa, ulitkalar mana enli bo'ladi, havoni ham chiqarishi juda ham kuchli bo'ladi. Bu yerdan don mahsulotlarni chiqarib beradi. Narxlariga keladigan bo'lsa, bu drabelkamiz 11 kilovatli edi, narxi $1300 bilan O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida. Bundan tashqari ham 15 kilovatli drabel, shunaqa drabelkamiz bor. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishlaringiz mumkin.